Har qanday energiyasi yo'q insonni ham tiriltirib yuboradigan madosho'rva tayyorlaymiz. Qaniki yarim qozon muzli suvga qo'y go'shti, mol go'shti, tovuq go'shtidan aralashtirib solib, bitta qaynatib suvni to'kib tashlaymiz. Bir kun ivitilgan no'xat solib va yana muzdek suv solamiz. Shu holatda 1 soat, 1,5 soat qaynatib, keyin sabzavotlarni solamiz. 1,5 soat davomida qaynagan sho'rvaning ustiga sabzavotlarni solamiz hamda tuz, maydalangan zira, kashnich, morch, chesnok solib, yana 1-1,5 soat davomida qaynatib, kartoshkalarni solamiz. Alohida idishda qaynab turgan suvga siftellarni solib pishirib olamiz. Mening azizim, yulduzlar ichra tanho oy, yulduzlar ichra tanho oy, azizim sen mening. Shira tortib uzoq qaynatilgan madosho'rvamiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Bittagina like bosib yaqinlaringizga ulashing hamda izohlaringizni qoldiring. Saqlaning tugmachasini bosib o'zingizga saqlab qo'ying. Rahmat.